Hozirgi kunda yutaldan charchab ketdingiz, ha? Yutal hamma joyda, gripp. Men sizga hozir oddiygina bir donagina piyoz bilan yutaldan, grippdan, mana shu nafas yo'llaringizdagi har xil shamollashlardan va hattoki jenskiy, muskoy shamollashlardan ham qutulish yo'lini o'rgatib o'taman. Ha, bu qanday deyishingiz mumkin? Oddiygina piyoz va zaytun yog'i kerak bo'ladi. Piyozni bir donasini taxminan bir 50 grammlik atrofida 30 dan 50 grammgacha bo'lgan piyoz olasizda, yarim litr suvga ustini tozalab tashlab, kesib 5 daqiqa qaynatib olasiz. O'sha qaynagan suvni setadan suzib olasiz. Suzib olganingizdan keyin esa bunga olivko'y masla, ya'ni 2 choy qoshiq olivko'y masla solasiz. O'sha qolgan qoldiq suvga va bir kunda 2-3 marotabagacha 100 ml dan ichsangiz bo'ladi. Bu yutal, gripp, hamma kasallikdan. Ha, eng asosiysi bilasizmi nima? Ichki shlaklargacha tozalaydi. Hattoki miyoma kistaga foyda beradi. Yaqinlarga ulashib qo'ying, yaqinlarim. Salomat bo'ling.